Bugun Akram akam bilan birga Anvarxon tahsilni uyida xizmatdamiz. Hammalaringga salom. Hammalaringga mehmonlarning nomidan mana Shahrixondan keltiribdi, Rishtondan, Toshkent, O'shdan mehmonlarga hammalarining nomidan salom. Kemani bir kengaytirib tushuntirib bering. İnşallah kema bu vaqt ekan, o'tayotgan umr ekan. Hazrat aytadiki, Navoiy Nizomuddin Alisher Navoiy hazratlari har qachon kim kemaga ul oy safar vaqtin solur deydi. Mavjud daryoki bu oshibda ko'nglim qo'zg'aldi. Yig'lama ey ko'z neden sohilga chiqmas kema deb. Vaqt to'xtab turmaydi. Sohilga chiqib dam olib yuram. Shuning yig'lama ey ko'z neden sohilga chiqmas kema deb. Ko'z yoshing daryosi dur deydi. Har sorikin el ko'z. Haligi yosh bolaga yig'lamasa onasi ko'rik bermaydi degandek. Sen yig'laysan, shuning uchun sendan odamlar ko'zini uzolmaydi. Endi Hazrat Navoiy buni ustozlardan oldi. Muslihiddin Sa'diy Shiroziy hazratlari Soribon dedilar vaqti. Ey Soribon, ohista yur deydi. Oromi jonim boradi. Endi bu tasavvuf ilmida biz endi ancha ojizmiz. So'zni tagida so'z ketadi. Shoirlar shunday insonlarga bamisoli bir usta uyni qurib, tayyor qilib, qulflab eshikni, kalitini otvoradi, o'zing top. Shoirlar xuddi shunday. Haligi kalitni zo'rg'a qancha vaqtlarda topib kelib eshikni ochib kirsiz, ichkarida yana bitta shunday eshik bo'ladi. Uni ham och deydi, kalitini topib. Shuni singari harakat qilamizki, bu ustozlar nimani nazarda tutgan deb o'ylab qarasak, mana Soribon ham vaqt ekan, kema ham vaqt ekan, o'tayotgan umr. Shu aka-akam narsalarimizni bilib tushunib aytsak, menimcha yaxshi bo'ladi deyman. Hammalarga sog'lik, omonlik tilayman. Elimiz, yurt